350 ming so'mdan qo'yib beramiz aksiyada. O'zi asli 600 ming so'mdan bitadigan darvoza. Sotiladigan darvoza. Sotiladi aka. Reklamaga chiqqan. 3 kun oldin tiklaganmiz mana shu yerga. Aka shuni narxini bir imkon qadar haligi zo'r qilib arzon qilib bering. Arzon ishlaringizga ham garantiya bormi? Albatta aka, shu ishlarimizga 5 yilga garantiya beramiz aka. 10 millionlik darvoza olmoqchiman. Oldindan sizga necha pul berishim kerak bo'ladi? Xo'p, aka, avansini o'zlari bilib berishaveradi aka. Zaklatda. Xudo xolasa bizda material, lazer hamma yo'q o'zimizda aka. Listli darvoza buyurtmoqsam yoki pecha darvoza buyurtmoqsam necha kunda uyimga olib borib o'rnatib berasiz? Xo'p, avvalambor assalomu alaykum hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Avvalambor kanalimizga xush kelibsiz hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu video roligimizni sarlavhasidan ko'rib turganinglardek, bugun yana sizlar bilan Xudo xohlasa mana shunaqangi go'zal holatdagi temir darvoza narxlari haqida gaplashamiz. Hozirda darvozalarning makoni bo'lgan Namanganga usta Abdulahad akamiz oldiga tashrif buyurganmiz. Hamma darvozadan borasizlar. Eng qizig'i 20 ga yaqin darvozani skidga qo'yishibdi, zo'r narxlarda qilib beraman deyapti. Samarqand fason deysizmi, Taroq fason deysizmi, shu yangi chiqqan fasondanmi, Afsona fasonmi, hammasidan bor. Qolaversa bu yerda ko'rmagan darvozangiz bo'lsa, rasm yoki videosini tashlab beradigan bo'lsangiz, bir xil qilib yasab berishadi xudo xohlasa. 12 ta viloyat bo'ylab yetkazib o'rnatib berish xizmatlari mavjud. Garantiyalari qanaqa? Necha kunda olib borib berishadi? Oldindan necha pul olishadi? Hammasini videodan aytib ketamiz. Xo'p. Abdulahad aka, obunachilar bilan, kuzatuvchilar bilan bir qator salomlashyapsiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizni ko'rinmaydigan do'stlarimiz. Xudo xolasa darvozani yangiliklarni chiqarishni boshladik. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Aksiyalar ham bomba bo'ladi aka. Bo'ldi aka, demak bugungi video roligimiz shu skidga qo'ygan arzoningizdan boshlayveramiz. Bo'ldi aka. Xudo xolasa shu darvozalar, hop, 3 tasini materiali bir xil materiallar bo'lgan. Listlarini talchinasi 2likda bo'lgan ekan. Tagi pomni shvildir. Yonborlari 8 ga 6 1.3 stena, profillari 1.2lik, 6 ga 4. Xo'p, devo kraskada bo'lgan aka. Darvozalarimizni mashina olib ketishadigan bo'lsa, 350 ming so'mdan qo'yib beramiz aksiyada. O'zi asli 600 ming so'mdan bitadigan darvoza. Zakaz berasiz. Darvozani 350 ming so'mdan qo'yapsiz. Xuddi shunaqa aka. Bo'ldi, endi bizga razmerlarini aytib bering aka. Xo'p, hammasini razmerini birma-bir tanishtiramiz. Eniga 60, bo'yiga 50. 3,5. Kichkina eshigi addenni bo'lgan. Xo'p, ketingisi aka Dubai fason. Xo'p, buni eniga 55, bo'yiga 50 joyga bemalol tushadi. 3,5. Bunisi-chi? Xo'p, navbatdagisi o'sha high-tech fason aka, eniga 40, bo'yiga 50 joyga tushadi bunisi. 340 ga 350. Xuddi shunaqa aka. Xo'p, bularda listi nechilik dedingiz? 1.2likda bo'lgan aka, listidan bo'lgan. Shtampovkani haligi arzonligi haligi o'ylamanglar, lekin buni 3 tasi skidga tushgan, xolos qolganlari oz narxlar bilan tanishasizlar. Uylarga tushib qoladigan bo'lsa, yaxshi imkoniyat. Bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Ekranda ko'rib turgan raqamda WhatsApp, Telegram hamma narsa bor. Usta Abdulahad akamiz taniganlar bo'lsa, bitta kommentariyada yozib qoldirasizlar. Ishlariga o'zingizlarni bahoyiladi beringlar. Xo'p, bugun azizlar yana eslatib ketyapman. Arzonidan boshlayapmiz. Video davomida shu Samarqand fason hammasigacha nimaga Samarqand fason ko'p gapiryapsan desanglar, ko'pchilikga ma'qul keladigan darvozalar shu tarafda bo'ladi. Arzonlardan hozir 3-4 ta qoldi. Bu yog'ini ham video davomida ko'rasizlar. Xo'p, qanaqa fason? Aka, bu Wi-Fi fason deb nomlaganmiz. Listlari 1.3 qanlikda bo'lgan, profillari 6 ga 4, 1.3, taglari shvillar aka, yo'llari 8 ga 6 profil. Chekkalariga mana plunch profillarigacha, kichkina detallargacha ahamiyat berilgan aka. Bular Versace qilingan. Ha, yo'llarini shu Versace qilganmiz aka. Eniga 90, bo'yiga 50 razmerda bo'lgan. Kichkina eshiklari ham addenni o'ng tomonda bo'lgan aka. Kirish qismlari. Ha, darvozamiz ofshi ichkariga ochiladi. Xo'p, mokriy bo'lgan rangi aka. Laklarimiz ham o'sha glasoviy chiroylisidan sochib berganmiz. Darvozamizni 1 metr kvadrat 600 ming so'mdan 8 million 190 ming so'mga tayyor bo'lgan aka. Xo'p, necha pulga beramiz endi buni? Xo'p, xayrini o'tib beramiz aka, telefon qilishsa. Shu narsani aytganingiz yaxshi bo'ldi. Usta Abdulahad akamiz o'zi usta, haligi olib sotib boshqa narsa qilmaydi. Ma'qul kelib qolsa qo'ng'iroq qilib, shunaqa usta aka menga ma'qul keldi. 200 ming o'tib bering yo 300 ming o'tib bering, 150 ming o'tib bering deb kelishsa bo'ladigan joylari, chiroyli qilib narxlarni qilib berishadi. Usta aka, arzon ishlaringizga ham garantiya bormi? Albatta aka, shu ishlarimizga 5 yilga garantiya beramiz aka. Arzon ishlariga. Arzon ishlarga. Bo'ldi. Xo'p, navbatdagisi aka, gibrid fason darvozamiz 350 ga 350 razmerda tayyorlangan.
listlari 1.3 qalinlikda bo'lgan, nержавейкалari ham o'sha qora nержавейкаларdan jilo berib chiqqanmiz aka. Ruchkalarigacha qo'yib qo'yilgan. Zamagini uylariga borib o'rnatganimizda toza zubir zamok qo'yib beramiz, firminda aka. Xo'p, kraskalarimizga bunga ham 5 yilga bemalol garantiya beraveramiz. Darvozamiz metr kvadrat 650 ming so'mdan chiqadi aka. Shu turishi 7 million 900 ming so'mga chiqadi. 7 million 900 ming. Agar obunachilaringizdan chiqsa 7,5 million so'mga qilib beramiz. Mana shu darvozani o'zini. Zakaz bersa 7 million 900 mingga chiqadi. Tushunarli. 400 ming so'mga tushadi shunda. Aha. Xo'p, xaridorlar faqat to'lov qiladi xolos. Zamonga kraskasi hamma yo'q bilan. Yo'q, hammasi ichida tayyor holatda boradi aka. Xo'p, bunisi Dubay fason darvozamiz. Eniga 310, bo'yiga 350 razmerda tayyor bo'lgan. Aka, glansli laklarigacha sochganmiz. Mokri aka kraskalari. Shu yonlari ham 8 ga 6, 1,5 stena, ya'ni yupqib qolmagan. Qalin o'sha qora garachivisidan foydalanganmiz. Buniki ham 650 ming so'mdan chiqqan aka kvadrat metri. Shu turishi 7 million so'mga tayyor bo'lgan darvozamiz. Bo'ldi. Kimga ma'qul kelib qolsa, razmerni bitta aytib o'rasan yana. 310 ga 350 razmerda tayyor bo'lgan. 3,5. Nimaga qayta razmer so'rayapsan desanglar, hammasi sotiladigan darvozalar sizga ma'qul kelib razmer tushib qoladigan bo'lsa, uyingizga ancha yutasizlar ajda. Xo'p, bu high-tech fasoni aka, xuddi shuni high-tech fason qilib ishlanganmiz. Fonni bu ham full variantda bo'lgan, hamma yo'q ideal darajada. Mana zamok firmenni deganimiz aka bir qator ko'rsataverasiz. Haqiqiy o'zining strik kodlarigacha bor. Albatta aka mana. Bu yerlari mana oyna. Bunga gold svet nержавейка qo'yganmiz aka. Nержавейкalarimizning 3-4 xil turi bor. Qaysi rangdan deysiz, o'sha rangni qo'yib beraveramiz aka biz. Obunachilarga, kuzatuvchilarga aytib ketdim aka, mabodo bu yerda ko'rmagan darvozasi bo'lsa, rasm yoki videosi bo'lsa, tashlab bersa, bir xil qilib yasab beramiz. Albatta aka, birga bir xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'xshatib beramiz. Temirdan bo'lib darvozalar bor-ku. Gapingiz bo'ldi. Qimmat darvozalarni rasmni tashlaydigan bo'lsa, xuddi shuni menga arzon variantini qilib bering desa ham qilib beraverasiz. Qilib beramiz aka, qo'ldan kelgancha o'xshatib beramiz. Tushunarli. Xo'p, bu qayerga ketyapti dedingiz aka? Aka, bu Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga o'rnaydigan darvozamiz. Zakaz asosida olganmiz. Eniga 350, bo'yiga 370 razmerda. Egalarida katta mashina borligi uchun shu tepagacha ochiladigan qilib berganmiz aka. Listlari ham 1.8 2 qavat shumkali variantda bo'lgan. Mashinani o'sha ekstra shumkalardan jihozlab shumka qilingan darvoza aka. Darvozamiz metr kvadratini 1 million 200 mingdan tayyorlab berganmiz. Egalari rangi o'zi bu rangdan bo'lgan rasmda. Boshqacha rang sochib berdi, mana shu rang tanlashganiga shu rangni sochib berdi. Haqiqatdan mana hali nima desam bo'ladi hali. Oddiy emas-da. Xudo xolasa aka, hamma yo'q o'sha ideal holatda chiqqan. Taraf fason darvozaning orqasi qana bo'ladi deganlarga aka orqasini ham ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Tekis holatda, mana ideal holatda chiqqan. Albatta aka, pachinniklari ham o'sha katta pachindik, shanerlarga mana pachinni qo'yganmiz aka. Tepasiga bu tepagacha ochilishi uchun hisobiga ikkita qo'yganmiz. Chunki vesi og'ir bo'lganda buni qanotlarini aka. Nech pulga bitta Abdulahad aka shu? Xo'p, shu turishi aka 15 million 120 ming so'mga bitgan. 15 million 120 ming so'mga. Bu tarafdan 3-4 ta yana arzoni bor ekan qo'shib ketamiz. Keyin o'sha har doimgidek listlarga o'taveramiz. Andijon Qo'rg'ontepaga o'rnaydigan darvozamiz aka. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidan buyurtma bo'lgan ekan. Razmeri nechi buni? 3,5 ga bo'yi 3 razmerda tayyorlangan 6 million 300 ming so'mga tayyor bo'lgan aka, mana shu turishi. 300 ming so'mga tayyor bo'libdi bunisi. Xo'p, navbatdagisi aka o'sha Dubay fason darvozamizda ajratib sochilgan varianti bu. Bundan tezroq o'tib ketdingizlar, sababi bu sotilgan ma'lumotni berishimiz kerak yo'q. Mana bular sotiladiganlari endi ma'lumotni to'liq beramiz. Xo'p, darvozamizga mana hattoki arzon darvozalargacha o'sha toza zamok qo'yamiz aka. 50 ming 60 ming so'mlik zamok to'g'risi o'zimizga ham erk ko'rmaymiz-da. Albatta. Bizga zakaz bersa o'zimiz uyga tayyorlagandek tayyorlab beramiz aka. Bo'ldi. Razmeri nechi buni? 350 350 razmerda, listlari 1-2 qalinlikda bo'lgan buniki ham aka. Kvadrat metri 600 ming so'mdan chiqqan darvozamiz. Shu turishi 7 million 350 ming so'mga tayyor bo'lgan aka. Bo'ldi. Keyingisi. Xo'p, navbatdagisi ham aka Dubay fason darvozamiz. Bu ham qaynoq yangi chiqqan aka. Eniga 330, bo'yiga 350 razmerda, listlari 1.3 qalinlikda chiqqan. Nержавейкалari ham mana qora nержавейкаларdan foydalanganmiz. Kvadrat 650 ming so'mdan, mana shu turishi 7,5 million so'mga tayyor bo'lgan. Bo'ldi. Xo'p, navbatdagisi aka gibrid fason. Hozirgi kunda o'sha o'ta ko'p tayyorlayapmiz-da. O'tgan oy ham aka 60 bittami darvoza tayyorlayapmiz. Xuddi shu fasondan aka. Xo'p, razmeri 330 ga 330 razmerda, qanotlari tepagacha ochiladi. Tepasiga lazer qismlarini qo'yib qo'yganmiz. Listlarimiz 1.3, buni ham aka profillarimiz 6 ga 4, 1.5 stenada bo'lgan. Taglari hamma darvozamizdagi aka shviller bo'ladi.
Hali shivillar qilib berasanmi deb o'tirishmasin. Bukilib ketmaydi. Yetishmasa ham kalitga kichkina darvozaga ham shivillar qo'yamiz aka tagiga. Bo'ldi. Kvadrat metri 650 ming so'mdan, xo'p, mash turishi 7 million so'mga tayyor bo'lgan darvoza. Razmerini bitta aytib berasiz? Xo'p, 330 ga 330 joyga bemalol tushaveradi. Arzon darvozalarimizni ham biz qanot yopganda shu joyda tirqish paydo bo'lmasligi uchun mana 1,5 ga 1,5 plunch profillarni aylantirib qo'yganmiz ekan. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, endi eng qiziq joylarga yetib kelyapmiz, ya'ni o'sha barchaga qiziq bo'lgan listli darvozalar. Afsonadan boshlaymizmi? Ha, aka, mana shuni ham tanishtirib o'tib ketaylik. Afsona fason darvoza. Afsona fason darvozamiz aka. Xo'p, bu darvozamiz eniga 360, bo'yiga 355 razmerda tayyor bo'lgan. Tepada 50 cm taxiyasi bor ekan, ochilmaydigan qismi. O listlari 1.8, 2 qavatli bo'lgan. 2 qavat deganimizda mana shu gipka joylari 2 qavat bo'ladi ekan. Bu joylarda mana shu ikki profillari ikkinchi qavati bo'ladi. Xo'p, darvozamiz metr kvadrati 1 million 200 ming so'mdan tayyor bo'lgan. Bu darvozamiz ham aka 15 million 300 ming so'mga tayyor bo'lgan darvozamiz. Necha pulga berasiz endi buni? Aka, mashina o'zi tushadigan bo'lsa 14 million so'mga beramiz. Bo'ldi. 1 million atrofida bonus bo'lyapti. Eslatma uchun aytib ketaylik aka, biz video qilayotgan yer Namangan viloyati Jidakapa qishlog'idan bo'layapti, kichik sanoat zonadan aka. Lekin 12 ta viloyat bo'ylab 700 o'rnatish xizmatlari ichida bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka ichida bo'ladi aka. Bo'ldi. Endi Abdulahat aka hozir to'g'ridan to'g'ri savol keladi kuzatuvchilardan. Bu darvozalarni skidga qo'yapti, yili eskimasmiki deb o'ylashadi. Aka, hammasi hech qayerga o'rnamagan, shayga reklamaga chiqqan yangi darvozalar. Yili 26 mi hammasi? Ha, hammasi aka 26 yil aka. Bo'ldi. 1-2 yil turib qolgan darvoza. Yo'q. Xo'p, aka, bunisi o'sha o'z trendini bermayotgan, narxi ham hammaga to'g'ri kelayotgan darvozamiz aka. Taraf fason nomi 350 ga 350 razmerda qilganmiz. Bundan tashqari holatda ikkita yoniga 30, tepasiga 40 sentda nalichka qilib berganmiz. Ya'ni bu devorlar ustiga tushadi aka. Sotiladi aka bu. Ha, bu ham sotiladi aka. 3,5 mi? 3,5 joyga tushadi. Nalichkasi bilan 410 ga 390 bo'ladi aka. Bu azizlar, buni razmeri 10-15 sm sizga hali kichkinalik qiladigan bo'lsa ham bemalol olsangiz bo'laveradi, chunki bunisi yopib ketadi. Ha, yopib ketadi aka. Nalichkasi kerak emas, ichini o'zini qilib ber deganlarga ham qilib beraveramiz aka. Buyurtma asosida. Ha, endi biz reklamaga qanaqa bo'ladi deganlarga nalichka bilan qo'yib qo'yganmiz. Bo'ldi. Bu 2 qavatmi? 2 qavat, bu ham 1.8 listdan bo'lgan. 2 qavat deganimizda shu gipka joylari 2 qavat bo'ladi. Pasti bilan bu joyda 2 gikkilari ikkinchi qavati bo'ladi aka. Shumaizolyatsiya bor-a? Shumaizolyatsiya albatta bor aka. Mashinaning ekstra shumkasi orqasida stiklovata bilan jihozlaganmiz aka shumkalarni. Nech pul eng qizig'i? Xo'p, aka, shu turishi 19 million 200 ming so'mga bitka. Xo'p, nech pulga beramiz? Aka, telefon qilsa o'tib beramiz xayriga. Xayri bor ozmoz. Bor aka, albatta. Xo'p, bu ham mana bu lisli darvozalarimizga aka kraskasiga 5 yil, metaliga 15 yilga xotirjam garantiya beramiz. Servis xizmati ham bo'ladimi? Albatta aka. Mabodo aytaylik, bir endi har bir ishda bir nima bo'ladi-yu, hali 1 yildan keyin bir kraskasi ozgina ko'chib qoladi, nimadir bo'lsa, servis xizmatlari qilib beramiz aka. Borib, telefon qilsa bo'ldi, muammosi yo'q. Bo'ldi. Bu ham 2026-yildagi fason, razmerlari qanaqa? 2026-yilda chiqqan aka, bu ham eniga 390, bo'yiga 360 razmerda tayyorlangan. 360. Ikkita yoni tagi shviller bo'lgan aka, tepasidagi shu 60 cm joy ochilmaydigan qism, kichkina peshobot eshiklari ham o'ng qo'lda addenni bo'lgan aka. Bu odam kirib chiqqani mashina uchun bu ikkitasi ochiladigan bo'lgan. Darvozamiz 2 qavat, bu ham polni shumkada bo'lgan. Taglari ham mana aka, mashina kirganda ezilmasligi uchun o'ta baquvvat holatda chiqqan. Shu joylarda ham aka 250 tonnalik gipkada egib chiqilgan. Profil terib, shpakilovka qilinmaganda. Xudo xolasa hammaga yoqayotgan darvozamiz. Shu joyning rangini mana bundaqa bir xil qilib ber desa, bir xil qilib ham sochib beraveramiz. Unda pulida raznisasi bo'lmaydi. Kvadrat metri aka 1 million 300 ming so'mdan tayyor bo'layotgan bu darvoza. Buyurtma asosida. Ha, buyurtma asosida. Shunda 18 million 250 ming so'mga tayyor bo'ladigan darvozamiz. Bo'ldi. Buni arzonroq qilsa ham bo'ladimi bir qavat qilib? Aka, undan ma'lum materiallar sal yuqoriroq bo'lib qoladi. Hozir mana shu eng full variantida bo'lgan. Bo'ldi. Ideal holatda. Bu qanaqa darvoza? Xo'p, bu ham aka o'sha taraf fason darvozamizning nirjavikali varianti. A fason ham deyshadi. Eniga 330, bo'yiga 350 razmerda tayyorlangan aka. Juda ham chiroyli darvoza. Darvozamiz tepagacha splashni ochiladi. Bitta ramkasi qoladi xolos. Albatta aka. Yo'llari o'ng'o'l 2 talshinada bo'lgan aka. Taglari shviller buni ham. Disklari 1.8 bo'lgan aka.
profillari o'sha 2lik bo'lgan, 6 ga 4, ichki profillari 2 ga 2. Hop, 1,5 stenada bo'lgan. Kichkina detallari ham o'sha baquvvat rossiyskiy materiallardan bo'lgan ekan. Darvozamizni kvadrati aka 1,200,000 so'mdan hop 13,860,000 so'mga tayyor bo'lgan darvozamiz aka. Bo'ldi. Endi aytyapmiz, mana razmerni hammasini aytyapmiz. Haligi gapni ko'paytirib olish kerak yo'q. Albatta qo'ng'iroq qilib ko'ringlar. Bu akamiz o'zi usta, qayerga ozgina o'tib beraveradi. Kelishsanglar bo'ladi, imkoniyat. Bo'ladi aka. Tushib qoladigan bo'lsa, misol 15 ga 20 kun kutishmaydi. 3-4 kunda o'rnatib ham beraveramiz aka. Hop, bunisi ham aka o'sha taraf fasonda tarog'ini chopib tashlagan holatda shu joylariga ham gipga qilib 2 qavatli qilganmiz aka. Hop, bemalol mana baquvvat bo'lgan aka. Zamoglari ham o'sha high-tech o'ziga yarashtirishi uchun high-tech stimul zamoglaridan foydalanilgan. Yonlar aka 10 ga 10 buni ham taglari shvillerda bo'lgan, listlar 1.8 2 qavatli variantda chiqqan. Hop, kraskalarni ham aka o'sha o'ziga yarashadigan kraskalarni sochib qo'yganmiz. Metr kvadrati aka 1,200,000 so'mdan tayyor bo'lgan varianti bu ham. hop. Abdulahat aka, listli darvoza buyurtmoqsam, yoki pecha darvoza buyurtmoqsam, necha kunda uyimga olib borib o'rnatib berasiz? Hop, shtampovkalar 15-20 kunda tayyor bo'ladi aka. Listlar 20 kunda 1 oygacha bo'lgan vaqtda tayyor bo'ladi. 12 ta viloyat bo'ylab ishlaysizlar. Ha, 12 ta viloyat bo'ylab. Qo'shni davlatlarga imkoniyatlari bormi? Aka, xo'p, tamojinning pulini kelishadigan bo'lib qolsa, yo'l kirasini olib borib o'rnatib beraveramiz. Muammosi yo'q aka. Endi juda ham ko'pchilikga qiziq bo'lgan, juda ham ko'pchilikga ma'qul kelgan, hozirgi kunda o'zimiz shu vodiyda ham ko'pchilik o'rnatayotgan Samarqand fason darvozani eng full varianti ekaningizlar. 3 qavatli bo'lar ekan. Bundan arzonlarini ham aytib ketamiz. Ozgina shoshilmay turasizlar faqat. Ma'lumotlarni boshlayapmiz. Xo'p, aka, razmeriga keladigan bo'lsak, 350 ga 350 razmerda bo'lgan. Bundan tashqari holatda ikkita yoniga 35, tetaga 40 sent o'sha nalichka qismini qilganmiz. Nalichkalari ham o'ziga yarashib turishi uchun chiroyli variantlarda bo'lgan ekan. Xo'p, shu joylarda kofka gullari ham original, prosto emas, mana o'z ko'rishingiz mumkin, qo'l mehnatda chiqadi aka bu. Mana yonidan ko'rsatib beraylik. Ha, qo'l mehnat. Yo'q aka, odamni ham ko'taradi bemalol. Xo'p, aka, darvozamizning kraskalari ham toza banishli kraska sochilgan. Mashinani o'sha chiritmaydigan germetiklargacha sochilgan aka. Hop, kraskasiga 5 yil, materialiga 15 yil garantiya beraveramiz. 3 qavatli full variant. Agar latok tushda qo'yib ko'prik qilib mashina o'tkazsa ham ko'taraveradigan darajada bo'lgan aka. Aha. Keyin original deganimiz sababi aka, orqasini bitta ko'rsatib o'tasiz. Hop, ko'p joyda aka shuni orqasi kavak bo'ladi-da. Biz mana shu joylariga ham aka ozgina materialdan qochmagan holatda gipga qildirib 1.8 listda ustiga ishlaganmiz. Baquvvat materialidan, mehnatdan qochmasdan sifatga ishladingiz. Ha, faqat sifatga ishlangan darvoza. 3 qavatlining orqasi shu holatda tekis bo'ladi aka. 2 qavatli bo'lsa, orqasi ko'rinib turadi, shu 1 qavatlisi bo'lmaydi. Bo'ldi. Gap so'z yo'q Abdulahat aka. Umuman haqiqatdan bir zo'r ishlasizlar, lekin yana bitta narsa so'rayman hozirdan. Sotiladigan darvoza. Sotiladi aka. Reklamaga chiqqan. 3 kun oldin tiklaganmiz mana shu yerga. Aka, shuni narxini bir imkon qadar haligi zo'r qilib arzon qilib bering. Xo'p. Aka, mana shu holatini o'zi 1,5 milliondan 1,8 gacha qilayotganmiz. Xo'p. Siz obunachilaringizdan chiqsa 1,400,000 so'mdan yasab beramiz aka. Shu darvozani-chi? O'zini ham 1,400,000 dan beramiz. O'zimdan yog'iga aka o'tib bo'lmaydigan darvoza. Mehnatni ham jicha qiyinroq-da aka. Tushunarli. O'zi darvozani ko'rib turibsizlar. Kelib tekshirib, ko'rsatib, ustinglar bo'lsa olsanglar ham bo'laveradi. 3,5 ga 3,5 aka, kimga ma'qul kelsa, bilaman aka, baribir umumiy summadan xayriga o'tib beradi. Albatta aka. O'zbekchilik endi o'tib bermasa bo'lmaydi, bilasizku. Aka, buni 2 qavatli varianti ham bor. 2 qavatli varianti aka 1,300,000 so'mdan tayyor bo'ladi. Hozir shunday aytaylik aka, mana Samarqand fasonda eng arzoni boshlanishi nech puldan? Aka 1,250,000 so'mdan 2 million so'mgacha yasasa bo'ladi. Bo'ldi. Azizlar, kimga ma'qul kelib qolsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana usta akalarimiz ham ishni boshlab olishdi. Shu yerda ustaxonasi, shu yerda yasaladi, shu yerda chiqiladi. Xo'p. Usta akamizning mehnatlariga bittadan like bosib qo'yinglar azizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta murojaat qilib buyurtmoqsanglar bo'laveradi. Menimcha to'liq ma'lumotni berdi. 12 ta viloyat bo'ylab yetkazib o'rnatib berish xizmati bor. Garantiyalari bor. 15 kundan 25 kungacha yetkazib o'rnatib beriladi. Xo'p. Endi bitta narsa so'ramabman. Darvozalarni mana 10 millionlik darvoza olmoqchiman. Oldindan sizga nechta pul berishim kerak bo'ladi? Xo'p, aka, avansini o'zlari bilib berishaveradi aka. Zaklatda. Xudo xolasa bizda material, lazer hamma yo'q o'zimizda aka. Muammosi yo'q. Haligi
ertaga telefon qo'yib turib, aka darvozangizga list yetmayapti yo kraska yetmayapti degan gap so'z bo'lmaydi aka bizda. Bo'ldi. Azizlar, hammaga kattakon rahmat. Usta aka, rahmat sizga ham. Xo'p aka. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Ishlar haqida fikrlarni kutib qolamiz. Yozib qoldiringlar azizlar.